Aytayaptilarki, "Man mata va alayhi daynun alimallohu annahu yuridu qada'ahu lam yu'azzibuhu va lam yas'alhu." Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. Bir odam dunyoda vafot qilsa, uni gardanida qarz bo'lib vafot qilsa, Alloh jalla va ala haligi qarzdor qarzini ado qilishlikni orzu qiladi, xohlaydi. Shuni xohlayotganligini Alloh biladi. Parvardigor, menga imkon bersang-da shu qarzimni berib qo'ysam, deyapti. Lekin imkon topa olmayapti. Dunyodan o'tib ketsa, ana odam haligi men qarzimni beraman, imkoniyatim bo'lsa-la beraman deyapti, harakat qilyapti, bo'lmayapti. Lam yu'azzibuhu va lam yas'alhu. Qiyomatda Alloh uni azoblamaydi va undan so'roq savol qilib so'ramaydi. Sen nimaga buni haqqini yeb ketding demaydi. Maqsadi berishidi. Niyatul mu'min khayrun min amalihi. Shu mu'minning niyati amalidan yaxshi. Qarz olyaptimi, beraman desin, lekin orqasiga qarab turib qarz olsin, hisob kitobini qilsin. Man akhadha wa amwalan nas yuridu adaaha addallohu anhu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Alloh. Odamlardan mol dunyo olsa-yu, maqsadida shu bergan qiylanganimda vaqtimda ishlatib bu odamga haqqini beraman, qarzimni beraman deb turib niyat qilgan bo'lsa, Xudoyo taolo uni ado qildirib qo'yadi, unga Alloh imkoniyat beradi, olgan qarzini qaytib beradi. Niyatida buzuq, u odamlardan mol dunyo olsa-yu bermayman degan niyat bilan olayotgan bo'lsa, uni o'zini moli dunyosiga ham Alloh talofatni uchratib qo'yadi, talofatga kirgizib qo'yadi. Baloga giriftor qilib qo'yadi. Shuning uchun doim Allohdan yaxshi niyat qilish kerak ekan. Niyatga yarasha Alloh ajr, savobni siz bilan bizga berar ekan.